gruntovkasini surtdik. Kvars gruntovka u hamma dekorativniy firmada bor. Hamma dekorativniy firmada bor. Shlartini mayda, uni mayda bo'lishi kerak. Ichida nasha toshib bo'lmasa, Venesianka uchun kvarsni shpatilda surtish kerak. Bitta umuman surtmaslik kerak. Bir marta kvars surtdik va 2 marta tekis Venesiankani surtdik. Har ikkitasini 2 soatdan quritib, har bir sloyni 2 soatdan quritib, surtib qo'ydik. Iloji boricha tekislab surtish kerak. Ikkita sloy. Bitta sloy bo'lsa ham bo'ladi. Lekin finishda unchalik chiroyli chiqmaydi. Unchalik yaltiramaydi, kamchiligi bo'ladi. Ikkita sloy surtilsa, ikki xalat surtilsa Venesianka bu o'ziga yarasha nimasi bor. Vaqtni ayirmasdan yaxshiroq surtib, ertasi kuni kelib finishini sursangiz yaxshiroq bo'ladi. Hozir biz atbor qo'ydik. Buni hozir qo'yganimizdan sababi vaqtimiz chegaralangan, buni qurishchi soatda birinchi sir. Har bir sloyni surtganda quritib, shurga o'tish kerak, nasha o'tib, yaxshilab namlatida artilishi kerak. Ko'pkali. O'sha kvarsli gruntdan ham keyin nima qilmasligi kerak. To'g'ri. Chang umuman qilmasligi kerak. Qayerdadir masalan mana shu chang qilsangiz biron joyda o'sha joyni finishni surtib qo'ygandan tashlash mumkin. Chang qolmasligi kerak ekan. Qo'l latta bilan artib olish kerak ekan har safar shturka qilinganda. Agar chang qoladigan bo'lsa, oxirgi sloyni berasizlar-ku, yaltiraydigan sloy. O'shanda ko'chirib tashlab olish mumkin ekan. Shuning uchun iloji boricha hamma sloyni surtgandan keyin shturka qilib turib, qo'l latta bilan artib turib, keyin keyingi sloyni berish kerak. Mashhur finishni surtishdan oldin shpatil shunaqa shpatilda ishlayman, shu nержавейка zanglamaydigan shpatil bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa yupqaroq, ingichkaroq shpatil bo'lsa chiroyli chiqadi. Chunki qalin shpatilda uncha yaxshi chiqmaydi, chunki bizda idealni tekis devori yo'qda. Bo'lishi mumkin kam. Qiyshiqroq devorlarda ingichkaroq shpatilda surtsa chiroyliroq chiqadi. Surtishdan oldin shpatilni mana tirnoqda tekshirish kerak. Barmoqni tekshirsangiz bilinmaydi uncha. Tirnoqda tekshirasiz. Ozgina o'sha shturka joyi bo'lsa agar, uni 1000 ta yoki 2000 talik mashina shturkasi bor-ku, to'rtburchak shturka. O'sha shturkada chaplaymiz. Har safar chaplaymiz, chunki ularni anjomni qismini ichiga tashlaymiz, bir oyga o'riladi. Qiradigan qolib uni. Masalan, Venesiankani dushmani chang. Chang ashirmasligi kerak. Masalan, katta devor bo'lsa, shturka tutgandan keyin pastni ham changdan tozalab bo'lib buni aytdim, birinchi kvars. Biz avval 2020-2021 kvarsni o'rniga emulsiya ishlatganmiz. Shunaqa bo'lgan samolyotga ustalarga, o'zi o'rgangan ustalarga emulsiya ishlatganmiz, betek yoki boshqa emulsiyani ishlatganmiz. Keyin Venesiankani surtib, uxlaydigan paytiga emulsiya tashlab oladi. Kvars bo'lsa tashlamaydi.
Xo'p. Bironta uzorni tanlashdan oldin biz nima qilamiz? Katta devor bo'lsa, plan bilan ishlash baribir yaxshi. Avval plan tuzish kerak, o'sha uzorni qanday xohlayapti, uy egasi qanday xohlayapti, o'shanga moslab qalam bilan emas. Hozir men bu yerda qalam bilan ko'rsataman, chunki menda bu yerda kesichka yo'q. Kesichka kengroq bo'lsa kerak. Vazirga paytda. Shuning uchun qalam bilan chizamiz. Kesichka bilan qanday chizamiz? O'sha rangli milisankani olamiz. Bir tomchi qo'shib suv bilan aralashtirib, o'sha bilan uzor chiqaramiz. Uzordan chiqarib olgandan keyin, masalan, Videoga olinglar, kerak to'xtatmasdan. Bunu berganmiz. Chizig'ini chizib olganda iloji boricha tekis qilib surtmaymizda, u uzorda tekis qilib chiqarsa agar yemaydi. Chiroyli chiqmaydi. Iloji boricha salqinlashtirib aylantirib. O'rtadan to'q yashil chiqarish uchun to'q yashilni o'zi qiyin chiqadi, chunki ko'p qo'lda qo'shishga to'g'ri keladi. Qo'lda o'sha ingilis qo'lda qo'shganmiz, samimsan qo'shganmiz. Lekin mana bu kompyuter platforma qo'ldan ketaveradi. Buni to'xtatish uchun avval buni tagiga qora rangdagi lisanchni tutamiz. Keyin lisanka surtadigan anjomni hamma vaqt adashib olib yurish kerak. Anjomda aktivga surtilmaydi. Yo chiqarib qilinmaydi, chunki uchi faqat lisankaga moslashgan anjom boshqa dekorativlar buzishi mumkin. Shurtada hech chiqarib bo'lmaydi. Qaysi rangdan ko'proq ishlatamiz? Ko'kmi, yashilmi? Yashilni. Zango. Yashilni ham surtganda faqat yashilni o'zigina emas, 10% qoradan ham qo'shamiz, 10% ko'kdan ham qo'shamiz.
Ini saya nggak bisa saat dia عندنا حاجه مهمه في الشيء اللي الانسان سيشتغل الانسان شغل شنو خلينا نقول عندنا هنا حول الانسان زي شكل القريه ده عشان نفكر مره كده عندنا تجربه كده 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 عندنا مشكله عندنا مشكله وجود تجربه ناس ما في مشكله يجي السودانيين عندهم عمل كده